Ayollar tikka turadi. Hozir sovg'asi o'tirganga bo'lmaydi ustozlar. Katta narsa. Shuni tikka turib qo'yamiz. Hozir nima qilsin bular? Yana baqa o'tsinmi? Hamma bitta qator bo'ladi. Bir bo'lamiz. Assalomu alaykum. Kuni munosabati bilan bugun yigitlarimiz nomidan arzimas sovg'alar tashkil qilingan, qabul qilasizlar. Baxtimizga sog' bo'lingizlar, kuch-quvvat arimasin, yuzlaringizdan tabassum arimasin. Go'zal bahor fasli boshlandi yurtimizda. Bahorning ilk bayrami 8-mart. Bayramlarga ulashsin. Oldimizda go'zal kunlar, bayramlar turibdi. Xonadonlaringizdan xut-baraka arimasin. Kuch-quvvat sizlarga ulkan muvaffaqiyatlar, omadlar yor bo'lsin. Bayramlar muborak bo'lsin. Assalomu alaykum. Hurmatli a'zolar, markazimiz go'zallari. Sizlarga 8-mart xotin-qizlar bayramini tabrik. Sahar oftobni uyg'otib turgan o'zbek ayolisiz, o'zbek ayoli. Bizni mahorat markazimizni go'zal, dilbar, latofatli, nazokatli, shu bilan bir qatorda mana shu markazimizning faoliyati uchun o'zini beminnat xizmatlarini va yelkasiga ko'tarib erkaklar bilan birga ishlab kelayotgan bizni qadrdon go'zal ayollarimiz, opa-singillarimiz. Barchangizga bayram muborak bo'lsin. Hurmatli ayollar, hurmatli jamoadoshlar, hammalaringizni 8-mart bayramida tabriklayman.